sun'iy intellekt va avtomatlashtirish muhandislarni kamaytiradimi yoki aksincha ko'paytiradimi? Tanlov imkoniyati ko'pligini evaziga ularni tirishqoqligi va o'sha kitobsevarligi nisbatan kamaygan deb o'ylayman. Nimalarga erishadi o'sha 4 yil davomida? 20 yil mana shu soha bo'yicha Sho'rtang gaz kimyo majmuasida ishlab, yaxshi o'z o'rnini topgan. Hozir O'zbekistonda sanoat mutaxassislariga real talab bormi? Dunyo juda tezlik bilan rivojlanib bormoqda. Assalomu alaykum. Bugun biz 830 podkastining navbatdagi sonida yana sizlar bilan birgamiz. Bu loyiha orqali turli yo'nalishlardagi ustozlar va mutaxassislar bilan ochiq suhbat qilib, talabalar uchun eng muhim savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz sanoat muhandisligi va menejment kafedrasi rahbari va falsafa fanlar doktori. Ushbu yo'nalishda talabalarni tayyorlab kelayotgan ustozimiz Kengboyev Sirojiddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Farangiz. Xo'p, bugungi suhbat davomida muhandislik yo'nalishining real imkoniyatlari, ish bozori, talabalar yo'l qo'yadigan xatolar va kelajakdagi tendensiyalar haqida suhbatlashamiz. Xo'p bo'ladi. Avvalo suhbatni shundan boshlasak, sizni aynan sanoat muhandisligi va menejment sohasiga olib kirgan yo'l qayerdan boshlangan? Bu yo'nalishga men yoshligimdan qiziqqanman. Qiziqishim taqliddan boshlangan. Dadam 20 yil mana shu soha bo'yicha Sho'rtang gaz kimyo majmuasida ishlab, yaxshi o'z o'rnini topgan. Men yoshligimdan o'sha kasb-hunar kolleji vaqtida ushbu yo'nalishga juda katta qiziqish uyg'otganman. Siz boshqarayotgan kafedra boshqa yo'nalishlardan nimasi bilan farq qiladi? Biz boshqarayotgan kafedramiz, ya'ni sanoat muhandisligi va menejment kafedrasi nafaqat O'zbekistonimizda, balki butun O'rta Osiyodagi yetakchi korxonalarga muhandis va mexanik texnologlarni yetishtirib berish bilan boshqa kafedralardan farq qiladi. Hozirgi talabalar sizningcha avvalgi talabalar bilan nimasi bilan farq qilgan? Nimasi bilan farq qiladi? Hozirgi talabalarimiz avvalgi talabalar bilan, ya'ni bundan 10 yil oldingi talabalar bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak, talabalarda tanlov imkoniyati ko'pligini evaziga ularni tirishqoqligi va o'sha kitobsevarligi nisbatan kamaygan deb o'ylayman. Bundan 10 yil oldingi holatga qaraydigan bo'lsak, universitetlarga kirishdagi o'tish ballari anchagina yuqori bo'lgan. Sababi universitetlarda bir-biriga konkurenti kam bo'lgan. O'tish ballari 100 balldan yuqori bo'lgan. Hozirgi kunda talabalar, abituriyentlarda, o'sha talabalarda demak tanlov imkoniyati juda ko'p. Universitetlar soni ko'p juda. Yo'nalishlar kesibda. Ko'pchilik muhandislikni qiyin va faqat nazariy soha deb o'ylashadi. Aslida bu yo'nalish talabalar hayotiga qanday imkoniyatlar olib keladi? Rosa qiziq savol bo'ldi. Muhandislik yo'nalishlari talabalarimizda juda katta o'zgarishlarni olib kelishi mumkin. Sababi bizni respublikamizda korxonalar ko'p va ularning o'rni juda katta. Neft va gazni qayta ishlash va bir qancha kimyo sanoat korxonalari borligini evaziga bizni kafedramizda tahsil olgan talabalar albatta o'z o'rnini topadi deb o'ylayman. Oddiy qilib aytsak, talaba sizning yo'nalishingizga kirsa, 4 yildan keyin kim bo'lib chiqadi? Nimalarga erishadi o'sha 4 yil davomida? Hozirgi kunda respublikamiz prezidenti olib borayotgan siyosatlarga qaraganda imkoniyatlar juda ko'p. Til bilish darajalarini ko'p targ'ib bo'lyapti hozirgi kunda. Kafedramizda ilmiy salohiyat hozirgi kunda 35% ni tashkil qiladi. Yil oxirigacha bu ko'rsatkich 70% da reja qilingan. Bizning kafedramiz professor o'qituvchilari juda ham saviyasi yuqori va xorijda magistraturani tamomlagan o'qituvchilarimiz ham bor. Bizni kafedramizni tahsil olgan talabalar
bitirgandan keyin katta yirik bo'lgan korxonalar, xususan Sho'rtan gaz kimyo majmuasi, Sho'rtan neft gaz qazib chiqarish korxonasi, O'zbekiston JTL, Dehqonobod Kali aksiyadorlik jamiyati va boshqa bir qancha kimyo sanoati korxonalarida albatta o'z o'rnini egallab, yetakchi mutaxassis sifatida ishlay oladilar. Va bu borada ular hech qachon o'zlarining tirishqoqliklarini kamaytirmasdan kafedramizdagi o'qituvchilarimizni barcha bergan bilim va saboqlarni chuqur va puxta o'rganishadi. Hop, hozir O'zbekistonda sanoat mutaxassislariga real talab bormi? Hozirgi O'zbekistonda real talab albatta bor mehnat bozorida. Agar o'sha bitiruvchi juda yuqori saviyada tayyorlangan, o'z ustida ishlagan, o'z mutaxassisligi bo'yicha yetarli darajada bilimga ega talaba bo'lsa va u til bilish sertifikatlarini qo'lga kiritgan bo'lsa, albatta korxonada yetakchi mutaxassis sifatida ishlay oladi. Bitiruvchi talabaga birinchi ish topishlikda eng katta to'siq bo'ladigan narsa. Bitiruvchi talabalarimizga korxonalarda ishlashga va o'z o'rnini topishda asosiy to'siq, meni o'ylashimcha, ulardagi qo'rquv hissi. Korxonaga ishga kirishda qanday savollar tushadi, qay darajada javob bera olaman degan savollarga ular o'zlarida qo'rquv hissi paydo bo'lishi. Bitiruvchi talabalar hech qachon o'zini qo'rquvini hosil qilmasligi kerak, o'z shijoatini so'ndirmasligi kerak. Albatta faqat va faqat oldinga harakat qilib borish kerak. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish muhandislarni kamaytiradimi yoki aksincha ko'paytiradimi? Savol juda o'rinli bo'ldi. Hozirgi kunda butun hamjamiyatda sun'iy intellektning o'rni beqiyos miqdorda ko'payib bormoqda. Ammo bu bizning bitiruvchilar va talabalarimizga hech qanday to'siq bo'la olmaydi deb o'ylayman. Xususan 2025-yil dekabr oyida kafedramizning 2 nafar professor o'qituvchisi Elmanov va Jo'rayev domlalarimiz Xitoyga safar uyushtirishdi. Ushbu safar davomida ular talabalarimiz bilan suhbatlashganda, demak, shunday fikrlarni berishdiki, dunyo juda tezlik bilan rivojlanib bormoqda. Ular bizning talaba hech qachon to'xtab qolmasligi kerak. Doimo ilmga chanqoq va tirishqoq bo'lib, o'qituvchilarimizni bergan bilimlarini chuqur o'zlashtirib borish kerak. Bugun birinchi kursga kirgan talaba uchun kelajakda ishini yo'qotmaslik uchun nimalarni bilishi kerak? Nimalarga yo'l qo'ymaslik kerak, ya'ni xatolarga? Boshlang'ich kurs talabalari asosan demak fundamental fanlarni chuqur o'zlashtirish kerak. Ular barcha bizning kafedramizda o'tilayotgan o'sha professor o'qituvchilarimiz o'rgatayotgan bilimlarni chuqur o'zlashtirib va faqat o'sha bilan cheklanib qolmasdan o'zlari mustaqil ravishda ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishi kerak deb o'ylayman va o'zlarining maqsadlarini hech qachon yo'qotmaslik kerak. Shunaqa. Xo'p, savolimiz oxirida shuni aytishim mumkinki, agar bugun barcha talabalar sizni ishlatgan bo'lsa, ularga bitta eng muhim maslahat nima bo'lardi? Talabalarimizga eng muhim maslahatlardan ular hech qachon o'zini yo'qotib qo'ymasdan maqsadlarini doimo to'g'ri holatda ushlab, doimo shijoat bilan faqat va faqat oldinga harakat qilish kerak. Va o'sha fakultetimiz rahbari tomonidan targ'ib qilinayotgan til kurslarini doimo harakat qilsin. Nemis tili, ingliz tili va boshqa til kurslariga ham qatnab, jahon bozoriga mos ravishda tayyor bo'lishini tilab qolardim. Rahmat ustoz. O'ylaymanki, bu suhbatimiz talabalar uchun juda muhim bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat Farangizxon. Suhbat albatta juda mavzuli bo'ldi. Bitiruvchi kurslarimiz va bizning birinchi kurslarimiz uchun bu suhbatimiz natijasida ularda katta fikr va g'oyalar uyg'onadi degan umiddaman.
Keyingi podkastlarda ko'rishguncha, xayr, bizni kuzatishda davom eting. Avvalambor yana bir xush kelibsiz biz podkastimizga. Mana volontyor talabalarimiz bilan buni nima deydi, boshlaganimizga bir 10-15 kun bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Fikrlaringiz bir qisqacha bir oxirgi kadr uchun aytib ketsangiz. Oxirgi kadr uchun. Ko'rsatuv juda yaxshi. Ushbu loyihani boshlaganingiz uchun sizga ham rahmat katta. Juda manzurli. O'zi xarajat qiladingda. Manzurli loyiha, juda yaxshi. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Endi bitta gap aytsam, ikkalamizni maqsadimiz bir xil. Xuddi shunday. Ya'ni biz talabalarni yaxshi o'qitish, yaxshi bilim berish, shu bilan birgalikda bu videomizni xudo xohlasa respublika bo'yicha yosh abituriyentlar ko'radi-da. Abituriyentlar qiziqib, mana shu fakultetda, shu universitet, Qarshi davlat texnika universiteti shunaqa ishlar bo'lar ekan, shunaqa yo'nalishlar bor ekan, shunaqa ustozlar bizga dars berar ekan. Shunaqa agar mana shunga kirsam, ya'ni shu siz yo'nalishni deylik, siz yo'nalishga kirsak, mana shunaqa joylarda ishlar olar ekanmiz degan bir mana deydi axborot yetkazasiz. Ko'p mana deydi abituriyentlar bitiradi maktabni, qayerga borishni bilmay garang bo'lib qoladi-da, to'polib aytsa. Biz endi shularni imkon qadar yetkazishga harakat qilyapmiz. Biz yangilik qildik mana. Biz har bir endi bundan keyin bu yog'iga har bir kelgan mehmonimiz uchun alohida 830 podkastini video olyapsizmi? 830 podkastini sertifikatini beramiz. Ya'ni siz xudo xohlasa ikkinchi mehmonsiz. Bu oxiri ham emas, boshi ham emas, davom etadi. Hali yana chaqiramiz may oylarida. Mana tantanali ravishda shuni sizga mana taqdim etamiz. Rahmat domla. Juda xursand bo'ldik. Juda ma'noli suhbat bo'ldi. Ishlaringizga doimo muvaffaqiyatlar tilayman. Albatta bu loyihalar barchasi universitetimiz va respublikamizning rivoji uchun. Albatta. Rahmat sizlarga.